Birovga kulib qarash sadaqa. Tahlil aytish sadaqa. Ana alhamdulillah deyish sadaqa. Tasbih aytish sadaqa. La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni aytish sadaqa. Sen boylar molu davlat sarflab savob olayotgan bo'lsa, sen umumiy ma'noda zikr qilib ulardan oldinga o'tib ol dedilar. Qancha ko'p aytsang, shuncha ko'p bo'ladi dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga bir kalima o'rgatdilar. Subhanalloh va bihamdi subhanallohul azim. Bu tilda kalima, tilimizda yengil, lekin savobi yer bilan osmonni orasini to'ldirib tashlaydi dedilar. Mana bu kalimalarda bardavom bo'ling. Biz demayapmiz, hamma bir ishni qilish kerak. Qo'ldan kelganlar qiladi. Alloh taqdir qilganlar, imkoniyati borlar. Lekin bugun hammaning imkoniyati yetadi alhamdulillah deb yurishga. Astagfirullohal azim deb yurishga hammaning imkoniyati yetadi. Shuning uchun zikrda, yaxshilikda Alloh taolo biz sizni bardavom qilsin. Ibodatlarimizni Robbimni o'zi dargohida qabul qilib, yaxshilik va amniyatda, fazilat va tinchlikda hayot guzaronlik qilmog'imizni Alloh taolo har birlarimizga nasib aylasin inshaalloh.